Hech kim bu narsani men tushuntirib bergandek tushuntirib bera olmaydi. O'smirlik deganda faqatgina uni hayz kelishi bilan bog'liq emas. Bu davrda bizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi navbatda hayz kelishdan oldin birinchisi ko'krak kurtaklari chiqish boshlaydi, ya'ni ko'krak sut bezlari. Keyingisi esa uni bo'yi o'sishi boshlaydi, ya'ni skachok rosta deydi. Qizingiz birdaniga 10-12 santimetrga reski o'sadi. Agar sizda ko'krak chiqqandan so'ng shunaqa o'sish kuzatilmayotgan bo'lsa, albatta endokrinologga olib boring, chunki qalqonsimon bezda muammo bo'lishi mumkin va bo'yi past bo'lib qolishi mumkin. Uchinchisi, unda tuklanish. Birinchi qov sohalarda, keyin qo'ltiq ostida boshlanadi. Oxirgisi esa bizada hayz kelishi hisoblanadi. Ya'ni birinchi ko'krak bezi chiqqandan boshlab 2 yil o'tib bizada albatta hayz kelishi kerak bo'ladi. Hayz kelgandan keyin bo'y o'sishi ancha to'xtaydi. Hayz normada 8 yoshdan 15 yoshgacha kelishi kerak, ko'krak sut bezlari esa 8 yoshdan 13 yoshgacha chiqishi kerak. Agar sizda shunaqa holatlar normada, lekin hayzingiz og'riqli yoki hayz kechikayotgan bo'lsa, albatta ginekologga borishingiz shart. Agar sizga shunga o'xshagan ma'lumotlar qiziq bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'lishni unutmang.